Hürmetlik vatandaş, yukarı kişilerini anlap öttünler. Bugün çizlağa 2021 yıl 6. ayının 2. günü. Körüp duruvatsız jukumluk virus 5'inizden öttü, bütün insaniyetin 5'inden öttü, hazır Hindistan halakette. Cesetlerini bir taraf kılanma, Hindistan cesetlerini deryaga taşlaşka başladı vatandaş. Tayvan hatır cemiydi hazır 9.000 kişiye. Yeniden jukumlangan san 9.000 kişiye yetti vatandaş. Yaponiya yana bir kıtım ciddileşti hazır jukumluk virüs meselesi de vatandaş. Endi Orta Asya tarafları kandak bilmeyimiz. Türkiye'ye dikkat kılsınız. Türkiye mi ciddileşti? Bir kança nefer vatandaşımız Xitayning jukumluk virüs keseli bile vefat oldu. Umumlaştırıp san başta aytgandek Amerika Qo'shma Shtatlarida 600 ming nefer kişi. Bütün dünyada bir neçe milyon kişi vefat oldu. Jukumlangan kişiler hazır. Belki 100 milyondan eşip gitti tahminen. Hesapta. Şundak sanını görüp kaldım. Lekin işe mi emasmi bilmeymen. Şundak dedi. Eşip gitti. Jukumluk virüs. Dastlabda bu 2020 yılı 3. ayda o'ttirg'i chiqdi. 1. ayda o'ttirg'i chiqdi. Shuningdan keyin taki yarim yilgacha bo'lgan aralıqda Jungo YouTube torbetlerinde Jungoliklar ya mutaxassislar va yoki jurnalistlar va yoki fikr qilg'uchilar, ijtimoiy matbuotchilar shundoq deyishdi, bu virusmi va yoki ximiyalik qurolmi? Bu yuqumliq virusmi yoki biologiyalik yuqumliq zaharlik yoki qurolmi? Bu gaplar o'ttirib chiqib qoldi. Hozir yuqumliq virus degan ish bu abstrakt qo'yilgan ish bo'ldi. Agar tekshirishning natijasi hozir xalqaro jamiyat hozir qaytadan tekshirishga boshladi. Agar tekshirishning natijasi bu odatdagi hayvondan, shaparangdan yoki toshqondan kelgan virus emas. Bu bioximiyalik qurol. Ya'ni harbiy qurolning eng dahshatligi, eng vahshiy qurol, biologiyalik qurol. Shuningga olinib, shuning tekshirish natijasi shunda xulos qilinadigan bo'lsa, vatandoshim siz beshingizni ko'rib o'tdingiz, biz sizlarga so'zlab o'tdik. Agar shu darajaga yetadigan bo'lsa, u vaqtida jungo bir taraf bo'ladi, insoniyat bir taraf bo'ladi vatandosh. Bu ziyonni butun insoniyat tortyapti. Siz biz eg'izni ziyon deb qo'yamiz. Bu azob, bu uqubat. İnsanlar üçün, insaniyet üçün eğer azap, uqubat. Bir adam kesel oldu, jukumlandı, o ketdi. Belki ölüm odatga aylangan bir hodisa bo'lganligi uchun kishilarga shundoq bilinar. Lekin bu elib kelgan azap, uqubat bola chaqasiga, oilasiga, jamiyatga, hatta bir davlatning iqtisodiga va uning tinchligi, muqimligiga elib kelgan ziddiyat aytganda bu dahshatli ish vatandoshim. Her bir adam his qilyaptiki, ukol urib baqqan her bir adam his qilyaptiki, atrofidagi muhitni ko'rayotgan va shu muhit ichida yashayotgan adam his qiladiki vatandoshim, intayin dahshatli ish bu yuqumliq virus degan. Shunlashqa Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Joe Biden o'zi o'ttirg'i chiqib bayonot e'lon qildi buni. Bu çaqchaq emas dedi hurmatli vatandoshim. Shunga bugun Jungoning maydonni sizlarga topshirdik. Jungo o'zi topshiribdi, bayonot orqali bu maydonni topshiribdi. Nim deydi, bu virus tekshirib bo'lgan edi. Dunyo sahiyya tashkiloti 17 nafar mutaxassis buning ishxonadan chiqib ketishi aslo mumkin emas. Demak, Jungoning bu maydoni men Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qarshilashiman. Men butun dunyo xalqi bilan qarshilashiman. Virus meselesida qarshilashiman. Asli paket yoshirgan paketlarni topshirmayman. Men faqat topshirmayman, qarshilashiman. Qarshilashiman degan maydonga o'tdi vatandosh. Chunki bayonotchi bo'lman ben, shundoq bayonot e'lon qilgan ekan, buning ma'nosi shu. Buning ma'nosi shu. Endi siz bu yerda savol qo'ysangiz, hozir Angliya Amerikaning istixborot xodimlari tekshirishga boshlabdi. Xo'sh, natija bugun u eliqi jungoliklar aytayotgan shaparangning qonati, yana birisining amonati, shuningdan chiqqan virus deyilgan gap inkor qilinib, ilm-fanning isbotlashi orqali. Masalan, buning ichida mutaxassislar bor.
mutaxassislar tadqiq qiladi. Dedim-ku tunigun Angliya va Norvegiyaning mutaxassislari hukm chiqadi. Bu yuqumli virus qandaq hayvonotlar dunyosidan kelgan emas, tabiatdan kelgan emas, bu kishilar yasab chiqqan dedi. Texi o kengaymadı bu Norvegiya, Angliyaning tadqiqoti. Endilikda Amerika olimlari qandaq xulosa chiqardi. Shuningga qarang. Xitoy hukumati agar siz buni biokimiyalik qurol qilib, o'ttirg'i ko'tarib chiqib, butun dunyoni mush holatga keltirmoqchi bo'lgan bo'lsangiz va Chavshanjan chekdimisiz urush, davlat chegarasi yo'q, chekdimisi yo'q urush degan siyosatingizni icra qilsangiz, demak siz bugun o'chig'ida holda Amerika Davlat Majlisi aytgandek insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy jinoyat. Irqiy jinoyatni Uyg'urlar qaratgan shakl u boshqa. Nazarband qilib yo'qotish. Hozir endi insoniyatga qaratgan jinoyat bu boshqa virus, yuqumli virus yoki biokimiyalik qurol bilan yo'qotish bo'lib hisoblanadi Jungo'liq apandim. Şuna aman bulan Jungo'liq apandim başlıqlik sözüldü-ku Amerikalık Elizabeth Ekonomik hanım şuna depti-ku. Atның tizginini yarının libeden tartadigan payt geldi Jungo'liq apandi.